Agar bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu sizga millionlab sarmoya keltirishi mumkin. Bugun sizlar bilan hammamiz sevadigan Sinatraq Howo samospalni birgalikda obzorini tomosha qilamiz. Texnikamizni kabinasini sizlarga tushuntirib ko'rsatib o'tirishim shart emas, chunki bu texnikani hamma biladi. Keling, undan ko'ra men sizga asosiy qismini tushuntirib beraman. Ko'rayotganingizdek, kuzovning ustida zavodskiy tentlari ham bor. Samospal uchun eng muhim narsalardan biri bu albatta uning mosti. U mustahkam va ishonchli bo'lishi kerak. Bu texnikamizda har biri 16 tonnadan yuk ko'tarishga mo'ljallangan. Sinatraqning maxsus mostlari o'rnatilgan. Mostlari baquvvat, katta bo'ldi degani bu hamma narsani hal qiladi degani emas. Albatta bu narsada resor ham o'ta muhim narsani egallaydi. Resorlarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, har biri qalin va sonlari juda ham ko'p. Eng menga yoqadigan tarafi Howo'ning afzalligi. Bu resorlarning terilishi. Ko'rayotganingizdek, tepadan pastga qarab terilgan. Texnikamizning kolosning formulasi jami 6 ga 4, 10 ta g'ildirak bilan tashkil qiladi. Shinalarimizning protektori ilonizlik, razmeri esa 1200R20, ya'ni kameralik shina. Bilasizlar, bizning o'zbeklar har doim bu texnikalarni perigruz bilan ishlatadi. Gruzovoy texnika bo'lgandan keyin tormozi ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Tormoz sistemasi bu yerda havo tizimida ishlovchi barabanning orqa qismlari, oldi qismlari esa ABS sistemasida ishlovchi tormoz sistema bilan ta'minlangan. Samospal uchun albatta muhim narsalardan biri bu albatta uni dvigateli. Samospal uchun har doim baland оборотda ishlaydigan va katta quvvatga ega bo'lgan dvigatel kerak. Bu yerda 380 ta ot kuchga ega bo'lgan WD-38 dvigatel qo'yilgan. Eng muhim narsa, bunga metan ham o'rnatsangiz bo'ladi. Okay. Ana endi samospalning kabinasiga ham o'tib oldik. Menimcha sizga hammasini detalli tushuntirib o'tirishim shart emas, u to'g'rimi? Siz buni o'zi yoddan bilasiz. Bunda konditsioner borligi, klimat kontrol borligi, uzatmalari 10 taliligi, mana bu yerda katta spalnisi borligini sizlar aytib o'tirmasam ham bo'ladi, to'g'rimi? Buni o'zi hammanglar bilasizlar. Har doimgidek Howo'ning kabinasi legenda, juda ham chiroyli va shinam qilib ishlangan. Ana endi videomizni hammani qiziqtira oladigan joyiga yetib keldik. Texnikamizning narxi qancha va videomiz boshida aytib o'tgan sarmoyamiz haqida. Texnikamizning narxi 1 milliard 33 million 500 ming so'mni tashkil qiladi. Bu texnikani 50 million, 60 million, 70 million topadi deb bemalol aytib o'tishim mumkin. Keling, undan ko'ra haqiqatan bizani kuzatib turgan obunachilar bo'ladigan bo'lsa, bu texnika nech puldan topa oladi? Kommentariyada o'z izohinglarni yozib ketinglar. Men har bittasini o'qib, albatta javob qaytaraman.